Assalomu alaykum hammaga. Hozir dispetcherlarning eng glavniy yuk topadigan platformasi haqida aytib beraman va tushuntirib beraman. Buni nomi DAT deyiladi. Bu platformaga hamma brokerlar почти o'zini yuklarini post qiladi. Ya'ni nima demoqchiman? Har bitta broker shu platformaga bor yukini joylaydi va shu platformadan dispetcherlar yuk oqtaradi. O'ziga kerakli bo'lgan filtrlarni qo'yib, o'ziga kerakli bo'lgan yuklarni oqtaradi. Hozir mana sizlarga shu saytga kirib ko'rsatib beraman. Xo'p, bu dat.com, dat1 kirishda shunaqa email so'raladi va login parol. Bu DAT platformasini sizlarga o'zlaringning kompaniyalar ochib beradi. Har bittalaringga o'zlaringning emallaringga. Hop, kiramiz. Kirganimizda, birinchi kirganda albatta sizlardan parol, email so'raydi. Undan keyin sizlarda emallaringga kod keladi. Shu kodni kirgizish kerak bo'ladi. Hop, bu yerda try another method qilamiz va emailimizga kodni jo'natishni tanlaymiz. Hop, emailga kod jo'natilishini tanladim. Endi emailimga DAT'dan kod kelish kerak. Bu kodni olamiz. DAT'ga qaytib bu kodni kirgizamiz. Remember for 30 days bo'lsa 30 kungacha qaytib kod so'ramaydi shunaqa. Continue. Hop, DAT1 ga yana kirishni boshladi. Login anyway. Boshidan tushuntirib o'tib ketaman. Hop, DAT'ni qanday ishlashini. DAT'ga kirib oldik. Birinchi o'rinda bizda dashboard. Bu yerda ko'rib turibsizlar, search lots bor. Shu search lotsga bosamiz. Bu degani yuk oqtarish. Search lotsga kirib oldik. Origin bilasizlar, bu trakiz bor joyi desa bo'ladi. Ya'ni pick up qilinadigan joy, yukni olinadigan joy. Shu originga o'zingizni trakizni qayerda turgan bo'lsa qo'yasiz. Masalan, aytaylik, Chicago, Illinois deb aytaylik. Chicago, Illinois. Chiqadi. Tanlaymiz Chicago, Illinoisda. Hop, destination. Destination bu bormoqchi bo'lgan joyingiz. Bu yerga agar destinationga hech narsa yozmasangiz, shunda bu Chicago, Illinoisdan chiqadigan barcha yuklarni ko'rsatadi. Destinationga aniq joy yozsangiz, masalan, aytaylik, Atlanta, Georgia deb yozsangiz, faqatgina Chicago, Illinoisdan Atlanta, Georgiaga boradigan yuklarni ko'rsatadi. Destinationga hech narsa yozmasangiz, bu Chicago, Illinoisdan hamma joyga boradigan yuklarni ko'rsatadi. Hop, Chicago, Illinois yozdik, radius. Chicago, Illinoisda qancha radiusda yuk qarashi kerak? Buni o'zingiz qo'ysangiz bo'ladi, yuklarga qarab. Masalan, 150 mayl qo'yib ko'ramiz. 150 mayl radiusda shunday yuklarni qaraydi. Agar yuklar kam bo'lsa, buni oshirishimiz mumkin. 200, 250, 400 maylgacha radiusini oshirib ko'rishimiz mumkin. Hozircha 150 turib turadi. Hop, equipment type. Bu yerda siz qanaqa sizda equipment borligini yozishingiz kerak. Masalan, trakiz power only bo'lsa, power only. Qandaydir van ishlatsangiz, van standart qo'yishingiz bo'ladi. Reefer bo'lsa, reefer. Flatbed bo'lsa, flatbed. Sizda qanaqa equipment, qanaqa trailer, konteynermi bo'lsa, shuni yozib chiqishingiz kerak. Yana sizlarga har bittasini o'zini qisqartirmasi bor. Masalan, van trailerlarga V qo'yiladi. V deb yozsangiz chiqadi. Yana bitta boshqasi, masalan, team yuklarni oqtarmoqchi bo'lsangiz, faqatgina team yuklarni VM qo'yiladi. Shunga o'xshash barcha qisqartirmalarni biz sizlarga o'zimiz faylda tashlab beramiz. Hozircha vanga oqtarib, primerni ko'rsataman. Misolan, vanga oqtarib ko'ramiz. Masalan, V qilsam, van standart chiqyapti. Buni tanladim. Yana qo'shib ketsam bo'ladi. Van standart qilganimda o'zi
hamma vanga sig'sa bo'ladigan, hamma vanga qo'ysa bo'ladigan yuklar chiqadi. Hamma vanga yuklaydigan. Masalan, bu bo'lsin qandaydir general freight yoki qandaydir construction materials, shu konstruksiyaga ishlatiladigan materiallar bo'lsin, hammasi kelib chiqadi. Van standart qo'yganinglarda van yuklar, van va referga qo'ysa bo'ladigan yuklar, van team yuklar, hammasi kelib chiqadi. Shuning uchun ko'proq bizda opsiya bo'ladi, optionlar bo'ladi. Hop, length feet. Bu yoqda traileringiz necha feet bo'lishini ekanligini yozasiz. Masalan, bizda 53 feet ko'pincha ishlatiladi yoki siz o'zingiz traileringizga qaraysiz, traileringiz balki 43 feetdir yoki undan ko'ra pastroqdir. Hozir 53 feet yozamiz. Va weight qancha demak poundgacha qancha weight biz maksimum ola olamiz. Hop, Amerika qonunlariga qarasak 45,000 yoki maksimum 46,000gacha olamiz. Shuning uchun 46,000 yozib qo'yaman. Shunda qanchadir 45,200, 45,500 bo'lgan yuklar ham chiqadi. Bugungi sana 22-chislo. Searchback. Bu degani searchback 24 qilib qo'ygan, 24 hours, bu degani 24 soat oldingi yuklarni ham ko'rsatadi. Bizga ular kerak emas, chunki 24 soat oldin chiqqan yuklar cover bo'lib ketgan bo'lishi kerak. Shuqacha, shuning uchun eng yangi chiqqan yuklarni topishga harakat qilamiz. Searchbackni 2 soat qilib qo'yamiz. Xo'pdan, endi oqtaramiz. Mana ko'rib turganingizdek, rezultatimiz hozircha 12 ta. Bu degani Chicago, Illinoisda 150 mil radiusda hamma vanga to'g'ri keladigan yuklar 12 ta. Endi tushuntirib ketaman. Age ko'rib turganingizdek, age degani bu eng yangi yuklarni sort qiladigan filtr. Mana buni esse, mana oxirgi 0 minutda yuklar chiqqan 2 ta, qolgani ko'rib turibsizlar. Bu yoqda 16 minut, 19 minut, 49 minut, 51 minut, 1 soat, 2 soatgacha ko'rsatgan. Similar rezultatlar 106 ta deyapti. Bu sizni filtringizdan tashqari shunga o'xshash rezultatlarni ko'rsatyapti. Men maslahat berardim, bunga uncha similar rezultatlarga uncha e'tibor bermanglar. Sizlar o'zlaring qo'ygan filtrli yuklarni ko'ringlar. Demak, shu yoqqacha. Birinchi age-ni tushundik. Demak, esse har bitta yangi chiqqan yuklar yangilanadi va yuk oqtarayotganda buni постоянно ezib turishda, yangi yuklar tezroq chiqishini xohlasangiz, постоянно ezib turishni maslahat beraman. Xo'p, keyingisi rate. Bu degani yukni narxi. Bir xilgi brokerlar yukni narxini qo'yadi, bir xilgi brokerlar yukni narxini qo'ymaydi. Buni o'zingiz telefon qilib yoki email qilganingizda aytish mumkin narxini. Endi ko'ryapmiz. Masalan, $500, $500, $2200 va hokazo. Va tagida ko'rsanglar $2200, 272 RPM. $272 to'g'ri kelyapti. Chicagodan New Jerseyga 808 milga. Shuni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda yana ham oson qilib tushuntirib qo'ygan. $272. Bunisi $213 to'g'ri kelyapti. Lekin bitta narsani inobatga olinglar. Bu faqatgina loaded mile ga ko'rsatib qo'yapti RPM-ni. Loaded mile nima degani? Shu yuklanadigan joydan delivery joygacha bo'lgan masofani RPM-ni ko'rsatyapti 213 dan deb. Franklin Park, Illinoisdan Forest Park, Georgiagacha 1800 to'layapti va $213 to'g'ri kelyapti.
Lekin bilasiz, har doim ko'pincha, har doim emas, ko'pincha bizda haydovchilarimizda deadhead bo'lishi mumkin. Deadhead bu shifrgacha bo'lgan masofa va shuni unutmanglar, bu tomonda masalan deadhead yozib qo'yganman. Deadhead degan joyida ko'rsanglar 20 mayl. Demak, shu 20 maylni bu 752 maylga qo'shib ko'ramiz. Shunda bizda bo'ladi 772 mayl. 772 maylni 1600 ga bo'lganimizda 213 dan emas, 205 dan примерно tushishi mumkin. Shuning uchun har doim bu 213 dan ko'rsatyapti 1800 maylga, 2200 ga bu yoqda ko'ribsizlar 272 dan ko'rsatyapti. Lekin bu sizni deadheadsiz hisoblab beryapti. Faqatgina loaded mailga hisoblab beryapti RPMni. Shuning uchun adashib qolmang, har doim o'zingizni deadheadingizni qo'shib hisoblab ko'ring. Rate yana ikkita funksiyasi bor. Rate'ni yana filtrlash mumkin. Xo'p. Ko'ramiz, mana rate'ga bosganingizda rate highest deyapti. Bu rate highest filtrini bosganingizda sizga eng grossi katta yuklarni birinchi ko'rsatib beradi. Mana ko'rib turganingizdek $3,500 yuk gross bo'yicha eng kattasi. Keyin $2,200, keyin $1,600, $1,400, $800, $500, $500 va $500 va undan keyin narxi qo'yilmagan yuklar turibdi, ko'rib turganingizdek. Ikkinchi filtrda rate'ga yana bossangiz, rate per mile highest turibdi. Bunga kirib ko'ramiz. Bunda grossi muhim emas, RPM'i eng balandlarini birinchi ko'rsatib beradi. Masalan, ko'rib turganingizdek 272 RPM eng baland turibdi. Undan keyin 213 pastiga yetib boramiz. Undan keyin 201, 177, 153 bo'lyapti va qolganlari narxsiz yuklar ketadi. Xo'p, har xil filtrlarga qo'yib, o'zingizga kerakli bo'lgan yuklarni oqtarishingiz mumkin bo'ladi. Endi keyingisi tripga qarab nima qilsangiz bo'ladi? Filtrlasangiz bo'ladi. Shortestini bosganingizda eng loaded maili kam yuklar chiqadi. Hop, shortestni bosdim. Ko'rib turganingizdek o'zgardi yana. 146 mayl eng kam yuk ekan. Shu Illinoisdan chiqayotgan hozirda. Keyingi maillari ko'payib ketyapti. 146, 152, 398, 752 va qisqa loaded maildan katta loaded mailga qarab filtrlarni ketyapti. Buni yana o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, longest trip desa, bu yoqda endi eng katta loaded maillardan qisqaga qarab tushib ketadi. Masalan, 2143, 2141, 800, 790 va hokazo shunday pastga qarab tushib ketaveradi. Yana boshqa filtrlar bor. Citydan nimaga qarab, destinationga qarab va harflarga qarab. Bularni ko'pincha kerak emas. Sizlarga eng asosiylarini tushuntirib ketaman. Keyingisi deadhead filter. Deadheadni eng shortisi qilib ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, bu ham foydali narsa. Sizga trakingizga bo'lgan eng deadhead kam yuklarni oqtarib ko'rsangiz bo'ladi. Deadhead 0 shortlist bitta bosib ko'ramiz. Demak, bizga birinchi o'rinda bizga eng yaqin bo'lgan yuklarni ko'ramiz. Eng yaqin yuk bo'lgandan keyin bizga juda ham qulayroq bo'ladi va balkim RPM ham bizga balandroqdan tushishi mumkin. Chunki deadheadimiz pick-upgacha bo'lmagani uchun. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek eng shortest deadheadlarni tanladim, eng qisqalarini va 0 deadheaddan boshlayapti. Chicago, Illinoisdan search qilyapmiz, ya'ni Chicago, Illinoisdan yukni oqtaryapmiz va Chicago, Illinoisdan yuk chiqyapti New Jerseyga. Bunda bizda 0 deadhead bo'lyapti. O'zimiz ham Chicago, Illinoisda turibmiz va olmoqchi bo'lgan yukimiz ham Chicago, Illinoisdan. Shuning uchun birinchi eng kam deadheadli yuk bizga shu Chicago, Illinoisdan Pinebrook
New Jerseyga va 0 Detroit bilan. Ikkinchisi ko'rib turibsizlar, Franklin, Illinoisdan pick-up qilinyapti, Eagan, Minnesotaga ketyapti. Franklin, Illinois bizga Chicago, Illinoisdan 20 mayl uzoqda. Bu degani bizning Detroitimiz Shippergacha 20 mayl uzoqda. Va shunday ketaveradi. Eng qisqa Detroitdan eng ko'p Detroitgacha. Ko'rsanglar 20 mayl, 34 mayl uzoqlikda, 48 mayl uzoqlikda, 56 mayl uzoqlikda, 60 mayl uzoqlikda va hokazo pastga tushib qarab ketaveradi. Keyingisi pick-up date bo'yicha filtr qilsa bo'ladi. Pick-up date desa, masalan, ko'rib turganingizdek, eng birinchi 21-da pick-up qilinadigan yuklar. Ya'ni bugun 22-chisloda ko'rib turganingizdek filtrga qo'yganmiz, lekin 21 ni ko'rsatyapti. Bu demak kechagi yuk olib ketgan, stak bo'lib qolgan JT platformasida. Keyingi yuklar hammasi 22-chisloda. Xo'p, keyingisi equipmentga qarab van standart qo'yganimizda vanga to'g'ri keladigan yuk, van va team driver required yuklar. Bu degani team driverlar, ikkita driver so'raydigan yuklar. Shular. Hop. VA chiqishi mumkin. Van air yuklar, air trailer so'raydigan yuklar bo'lishi mumkin yoki VR bo'lishi mumkin. Vanga ham to'g'ri keladigan, reefer trailerga ham to'g'ri keladigan yuklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun equipmentda ham o'zlaringga mos qilib filtr qilsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Bu yuklarni og'irligiga qarab ko'rsanglar bo'ladi. Weight, masalan, heaviest qilsanglar, sizlarga eng og'ir yuklarni birinchi chiqarib beradi. Eng og'ir yukimiz Chicago, Illinoisdan hozirda 43500 pound ekan va 53 feet trailer so'rayapti. Full truckload kerak ekan. FTL degani bu full truckload. Oldin bilsanglar tushuntirganman bu haqida. Full truckload bo'lgandan keyin shunday bo'ladiki, bu bitta korobka bo'lsa ham yoki yarmi to'lgan bo'lsa ham trailer yopiladi va sil qo'yiladi. Sizlar buni ochishga haqqlaringiz yo'q bo'ladi va qo'shimcha yuk ola olmaysizlar. Shu full truckload deyiladi. FTL. Yana bir turi bor, bilasizlar, bu LTL, less truckload. Bunda qanday ishlaydi? Sizga broker yana ichiga, trailerning ichiga yuk olishingizga ruxsat beradi. Bu degani ikkita yoki 3 ta yuk ham trailerning ichiga ortib, bitta yo'nalishda yuk olib, borib yana 2 ta joylarga delivery qilsangiz bo'ladi yukni. Hop, buni farqida full truckloadda albatta brokerlar ko'proq bunaqa yuklarga to'ylaydi va less truckloadda kamroq pul beradi. Shuning uchun 2-3 ta less truckload yuk olib, trailerning ichiga yuklashlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi informatsiya kompaniyalar, brokerlar haqida. Brokerlarning bu yoqda nomi New Age Logistics, Private Supply Chain Solution, mana yana Circle Logistics, Landstar Inway. Bular hammasi broker kompaniyalarining nomi. Hop, va telefon raqamlari qo'yilgan. Oldingida aytganimdek, bu yoqqa har xil brokerlar yuklarni post qiladi, ya'ni yuklarni shu platformaga joylashadi. Shuning uchun bu yoqda hamma brokerlar bor desa ham bo'ladi. Xo'p, endi birorta yuk sizlarga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, sizlarga yoqayotgan bo'lsa, uni ichiga yukka bosib qo'yamiz. Masalan, birinchi yuk mana Wisconsindan Sterling, Illinoisga kirib ko'ramiz. Bu yoqda ko'proq informatsiya ko'rsa bo'ladi. Mana masalan Pleasant Pierre, Wisconsindan yuk Sterling, Illinoisga ketyapti. Va yukimiz 146 mayl, Detroitimiz 48 mayl. Shunda bizda 194 mayl bo'lyapti. Detroitimiz va loaded maylimizni hisoblaganda. Xo'p, qayerdan qayerga ketayotganini bildik.
Bu yoqda broker haqida ma'lumot berilgan. New Edge Logistics brokerning nomi, brokerning telefon raqami, brokerning MC nomberi, qayerda joylashgani va reytingi, kredit skori va to'lash kuni. Factoring haqida tushuntirib berganman, aytganman, что agar broker bilan primoy yuk olib, o'zingiz factoring kompaniyasiz yukni olmoqchi bo'lsangiz, bu 30 kun, 60 kungacha cho'zilishi mumkin. Shu yerda yozib qo'ygan. Albatta, mana day to pay 20 kungacha, agar o'zingiz yukni pulini olmoqchi bo'lsangiz, 20 kungacha to'lashi mumkin. Agarda aytganimdek, factoring kompaniya bilan ishlasangiz, factoring kompaniya sizga bu pulni 1 kun, 2 kunda tushirib beradi. Xo'p, davom etamiz. Va sizni factoring kompaniyasi bu broker bilan ishlashini tekshirmoqchi bo'lsangiz, shu MC ni olasiz, brokerning MC sini va factoring kompaniyaga o'tib, masalan, olib ko'ramiz. Shu brokerning MC sini hop, kopirovat qilamiz va Trim kompaniyasiga o'tamiz. O'zimiz kontrakt qiling. Kirib, bu yoqdan search bo'limidan shu olgan MC'mizni qo'yamiz. Xo'p, bu MC'ni hattoki topa olmayapti bizni factoring kompaniya. Demak, bu bilan biz ishlay olmaymiz. Sizlarga boshqa MC'ni hozir ko'rsatib qo'yaman, agar ishlasak qanaqa chiqishi kerak. Hop, masalan, mana bu yukka kirib ko'ramiz. Illinoisdan Kaliforniyaga yuk ketyapti. Bu yoqda broker haqida informatsiya bor. Shu MC nomini olamiz va Trim kompaniyasiga kirib ko'ramiz. Hop, o'rniga qo'ydik. Loading bo'lyapti rezultatlarimiz. Search qilib ko'ramiz.